Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 3-niki 4 kuni chorshanba. Bugun sizlarga nazorat ahvolini deb berib chiqdim. Oldi bilan sizlarga deb qo'ygan bir ish Turkiyadagi Raima Muhammad Nuri degan singlimiz bir kitobni turkchadan uyg'urchaga tarjima qilib, uni nashr qildi. Kitobning ismi Balag'at mezgilli tarbiyasidagi negizlik 100 qoida degan kitob. Bu aslida bir donli kitob ekan. Turkiyadagi bir olim yozgan. Bu qiz buni uyg'urchaga tarjima qilib singlimiz nashr qildi. Nashrdan chiqib bo'ldi. Buningga Turkiyadagi bir qism uyg'ur ziyolilar yaqinda yordam qildi. Men shu munosabat bilan oldidan Raima singlimizni qizg'in tabriklayman. Bu ishga yordam qilgan barliq qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Mana millatni chet elda saqlab qolish yo'lida tirikchilik ko'rsatish degan mushtaq bo'ladi. U bu yerlarda hozir ko'p qarindoshlar untinsiz tirikchilikni ko'rsatyotadi. Bo'lsa qolganlarimiz biroz shu kitoblarni setib o'qib, bilibmi bundan turmush qiladigan, farzand ko'radigan yoshlar mushtaqlarni qizg'in qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Ondan başqa men bu qatim yaqinda nisbatan olgan uchurlarniki bir qismi masalaga o'tganda gapini qilgan Erkin Sidiq degan bir ismli o'qituvchiningki ishi. Men bu o'qituvchi to'g'riliq texnik tafsilroq uchur egalladim. Rasmini qo'lga tushiramadim. Hozir vatanning vaziyati yana intayin jiddiy bo'lg'achqa rasmni qo'lga tushirish imkoniyati bo'lmaydi. U qarindoshimiz aslida 2015-yili Mahdidan urlashtirgan sayat Səbirkən o, cəmi məktəbdə yaxşı işləyən kişilərdən 10 adamını tanlab, Malaysiya, Singapur, Tayland 3 dövlətini aynı kilişkiyə ulaşdırğankən 2 həftəlikdək 10 berib, qaytıb kelib Beijingə kelgan çağda bu kişini tutubdu yerdə. İsmi Erkin Sidiq bolğanlıq üçün. Şu tutulğan vaxtda saqçılar deyişibdi. Bu bizga buyruq kelgan Erkin Sidiqniki chet el pasporti bo'lishi kerakdi. Buning chet el pasporti yo'q ekan desimi, yo'q, mayli, tutib beringlar deb boshlig'i deb buyruq qilibdi. Undan keyin bu 13 kishini boshlab olgan guruh boshlig'i mamlakat Xitoy ekan, shu maktabniki amaldori. U Xitoymi uni bu ahvollarni tushuntirib boshlab qilgan bo'lsa-mu, asoschılar yeni parvo qilmaysa ishini qil. Bu bizning o'zimizning ishi deb ular yaqin keltirmabdi. Qolgan 12 kishi o sırtını qaytib kelgandan keyin Urumchiga qaytib ketibdi. Bu Erkin Sidiqni Urumchida qilib 5 kun Urumchida tutib turib, har xil qiyin qistoqlarni qilib, dorilarni ichirib degandek 5 kundan keyin Urumchiga yo'l sapdi. Bu kishi Urumchiga borgandan keyin o'zgarib ketibdi boshqa bir odamga. Menga hukumat uyg'oq qildi, menga qarchapladi, meni qiynadi deb boshqa so'zlar yurib, 12 kun o'tgandan keyin Urumchiga o'lib ketibdi. 50 yaşlarda ekan bu kishi. Ben yaqinda shu qarindoshimiz bilan Aqsu 1-o'rta maktabniki o'qituvchisi Orxun.com torbetining quruvchisi Tursunjon Ezim inimiz ikkisi to'g'riliq inglizcha isbot berdim. Buni muvat yaqinda bir qancha kun ichida Facebook'larga chiqarib qo'yaman, YouTube'larga. Ko'p baqsanglar bo'ladi. Bu Erkin Sidiq qarindoshimizning ahvoli intayin bir fojialik ahvoli bo'ldi. Faqat ismi men bilan o'xshash bo'lib qolganligi uchun o'ziniki jinni olib qilishga majbur bo'lib qoldi. Xudoyim bilsa bu ishlarni hisob oladigan kun cho'qim keladi. Men qattiq ishonaman bunga. O'zim shu yo'lda o'zimning butun kuchim bilan tirishaman. Endi Bana yaqinda kelgan yana bir uchur, yana shu Payzvatniki ahvoli to'g'riliq bo'ldi. Payzvatda lagerda tuqquni qarindoshimiz bevosita ko'rishib, tuqquni bilan ba'zi ahvollarni egalladi. Nihoyatda bir g'alati ahvol bo'ldi. U nima desanglar, Payzvatdagi uyg'urlarni uydan sirtqa chiqib qo'ymaydi ekan, bu buyruq ekan. Ba'zi odamlar toza diqqatsizlikdan chiqib qolgan bo'lsa, ularni tutib olib 2 kun ko'chini chorlashga soladi ekan bularni. 44 soat, 48 soat. Birisi uyingdan chiqmanglar deb buyruq qiling. Ba'zi uxmay qolgan odamlarni tutilib
kuch charlashqa selim bularni 2 kun. Bu uyinglarda turinglar degan shularni qarama qarshi bo'lib qoldi degan gapda. Ondan keyin bularni haftada bir kun siyosiy guruhga majburlab etibdi. Mana uchun bergan shu qarindishimizningki tuqqunimi o'tgan chorshanba kuni siyosiy guruhga berib 2 soat uyg'onish qilib ketdi. Bu neymiş bu? Uyumlardan çıkmanlar deyishdiki sebep virüs yok musun deyen gap endi. Virüs yok musun deb uydan uxmay chiqib qolganlarni tutib 2 kun ko'chadan uyga kirib qo'ymagan qilib qo'ygan. Bu nimasi? Ondan keyin har haftada işte bir kun uyg'urlarning hammasini yig'ib siyosiy yo'nalish yapgan. Bu nimasi? Bu 3 ish bir-biridan shunchalik ziddiyatlik. Ben bu ishda o'ylanib faqat birli yakuniga keldim. Bu Xitoylar ishdan adashib qoldi hozir. Yoki bo'lmasa mushunda qalamaqan boshqarish usullari bilan Uyg'urlarga virusni yuqtirib Uyg'urlarni o'ldirib tugatmoqchi bo'ladi. Bundan boshqa men buni bir tushundiradigan nazariya topolmadim bu ahvollarga. Shu bu ahvolni sizlarga bir deb qo'ydim. Ondan keyin o'tgan qatimki videoda Buniki bir tunuşumdaki tuqqunni burun nada desa turvatgan lager bayani o'rinda bir ekan o'sha turvatdi yaxshi deb shar ekan. Bu qatim kasallar lagerda dedi deb shu degandim. O tunuşum bu gapimni tuzib berdi. Asl kasallar lageri demabdi. Kasallar rayonida debdi. O yerdagilar lager degan gapni diyemaganlik uchun o tuqqunimiz kasallar rayonida yaxshi turibdi deb gapirdi. Shu man bir tuzitish kirgizib qo'ydi deb o'ylab qoldim. Hozir bizning vatandagi shu viruslarning tarqalish ahvolidagi uchurlarni intayin qattiq kontrol qilinglik. Bu jihatda ma'buriyatni ichida yangi uchurlarga kirishmadim. Faqat erishgan bir xil narsa to'la taqaldi. Ehtimol uni sizlarni ko'rdinglar. Bir doktor o'lib ketibdi. Bortala oblastlik doktorxonada ishlaydigan Elican Abdülkerim deb shundaydi. Doktor o'lib ketibdi. Hamda torlardagi parazda bu doktor shu virus bilan yuqumlanganlarni davolab o'tib, yuziga yuqtirib o'lib ketibdi degan o'sha gap taqaldi. Lekin buni hozircha jazmlashtirishga imkoniyati bo'lmadi. Ondan keyin yana bir xabar Wuhandagi turmalarda turayotganlardan 806 odamga virus yuqildi degan xabar chiqdi. Bu medialarda chiqdi bu xabar. Wuhandagi turmada bu kasallik taqilibdi. Shunga bizning vatandagi jazo lagerida qanday qolib ketdi? Bu jihatda hozir qadar yana jimjit hech qanday xabar yo'q. Xitoy u yerga taqalmadi, biz undan xabar beryapmiz degan gaplarni dedi. Tunugün Qahraton degan jurnalniki bir maqola e'lon qilib, Xitoyning mudofaa yolg'on, chuqur bu kasal lagerlarni taqaldi degandek mazmunda bir maqola e'lon qildi. Ammo men bu jihatda hech qanday uchur egallayolmadim. Hozir sababi Xitoylar bu uchurlarni intan qattiq kontrol qilyapti. Agar qarindoshlar bu jihatda uchur egallasanglar, xabarlantirib qo'ysanglar. Men buni deb kelyapman. Meniki munosabatim biroz kengri. Üzerime tarqıtma bunu İngiliz dili dünyasıga palat yapayotgan qarindoshimizga yetkazib beraman. Shu nima ish qilayotganlar bu ishlardan foydalanadi. Shunga bu jihatda agar uchur kelsa, xabarlantirib qo'ysanglar, agar o'zinglar xohlasanglar, menga ishonsanglar. Shunda qilib hozir endi lager bilan virusning ishlarimi mediaga chiqishga boshladi. Sizlar degandek tunugün Qahraton degan jurnalga bu uchur chiqdi. Yaqında meniki bir tunuşum turma lagerda yetib chiqqan bir qarindishimizdan xilcha uchur egalladi. Buniki bir qismi qandaq o'ziniki qandaq qiynashlarni boshdan kechirganligi haqida. Men bu gap to'g'ri so'zlayman, uni so'zlasam bek ko'pib ketadi. Bu jihatda men hozir bir necha qarindoshlardan kelgan uchurlar bor. Buniki vaqtida kelganda ayrim deyman. Bugun deb qo'yilgan bir narsa Muşu qarindishimizniki o'z og'zi bilan degan gapi janubda o'lib ketganlar mush turma lagerda va uni sirtida yaqinqi qiynashlarning tufaylidan o'lib ketganlar hozir 1 milliondan oshdi deydi. Debdi buni o'z og'zi bilan. O'lib ketganlar 1 milliondan oshdi. Ishkirga ketgan Uyg'urlar
3 milyondan aşıdı depti. Janubdan. Şuna hazır Janubdagi ko'chalarda hech qanday er qolmaydi. 16 yaşdan 45 yaşgacha erlarni tap qilolmaydi. Ularni ya o'lib ketdi, ya ishga ketib bo'ldi deb debdi. Bu sonlar meniki burundan deb kelayotgan sonlarimni isbotlayotdi, yani jazmlashtiryotdi. Men o'lib ketganlar milliondan oshadi degandim bu gapni anglashdan burun. Bu ma'vu uchun yetkazgan qarindishimizmi? Shunda debdi. Ishga ketganlar 3 milliondan oshadi deb. Sana xabarlarda bor 2018 yılı 10. aydan başlap Ürümçi'den işkiga mağdağan yo'lovchi poyezdlarini butunlay to'xtatgan Xitoy qutur tushirib. Biz shu chog'lamkin bu poyezd amaliyotda to'xtamadi. Bular Uyg'urlarni yurtga shiltiryotdi deb faraz qilgan shu vaqtda. Men bu to'g'ri bir narsani yozgan. Hozirgi butun shu ma'lumotlar shu farazlarniki rostligini isbotlayotdi. Ishkiga ketgan Uyg'urlar 3 milyondan aşırdı deb. Bu nime mabu müşkül etkizgen kardeşimizdeki bazı depege ahvalları ben yakında şu nimege Twitter'a bir videonu çıkarıp koygandım. Bir Uygur küçük yaş balanı Xitoy saqchilarniki qandaq qiynayotganligi to'g'riliq. Ular dastlabda kaltaklı urdi ekan. Urup o bala o arqçıdıma yetip qalsa, bular to'qlarni so'qadigan, to'qni so'qadigan qural varken saç qurali shuni tekkizib, qisa baldiga sakrab o'rniqib ketadi, yine urdi, yine to'qni tekkizdi shunda. Ma bizga uch yetkizgan qarindishimiz shuni aynan depiribdi. Ashtaq qilganligini. Ular urdi ekan, agar u chidamay yetib qalsangiz, bular to'qlarni so'qadi ekan sizni. Shuni sakrab qolib ketadi ekansiz, butun badaningiz titrab. Seyrep kop kessiniz yine vurdu iken aşağı kıptı. Bu işini yetkizgen bir kız sınırımızken bu sınırımızdaki yatkan nimisi de kamerası da 20 yaşlı kızlar varken o kızlar adet göğse kağız vermeye kağız, katil kağız yokken. Şimdi bir kız belki kıyını gidip şunu mağa kız özünki içtiğindeki bir yerini peşini gidip saç kömeyden bir bulunu kırıp durup şu latını bir diken Bəsə onu saç körüp qaptı. Körüp qılıb bu qızlama intayın qiynatdı. Aqaqıdır qiynatdı. Hazır bütün bədenini kök. Ondan aşı saç kalkıyla vurup zidlik etken tatıqlamıyor. Şöyle köp tatıqlar var ki. Aşı ahvallarını öz ağzından naydi. Qattiq jığlap durup, telqib qalqadak olup durup, tepirdi bu ahvallarını. Bu sınırımız cami 70 tek ülketkelerni bildiken 40 adam turmi lagerda, kalan 30 turmin sırtıda özü çıkan ekan bu ahvalla. Turmin sırtı ülketkelerni olsaklan turmiga ve lagerga kirip çıkanlar deydi. Şu an hazır özünki bir adamniki biladigan ülketke adamlardan 70 tek adam var ki. Bu gaplarni biz men bunu burun devatkan ahvallarni isbotlab turibdi. Şunda qilib hozirgi gaplarda 16 yaşdan 45 yaşgacha bo'lgan erlarni janubdagi ko'pi asos jihatdan ishkirlarga ketdi degan mushtaq bir xulosa chiqyapti bu ahvollardan. Yaqinda musulmon degan bir inglizcha media organi bor ekan, ular bir program ishlaydi. Uyg'urlarniki hozir fojiasini dunyoga anglatish to'g'riliq. Mening bu video ishlab bersan deganda men ishlab berdim. Ular mening qilgan gaplarimni bir qancha yerlarga kirishtirib, qilib ishlab taqibdi uni. Uni men Facebookga chiqarib qo'ydim uning ishini. Ular Instagramda taqibdi uni. Xalsana ko'rib olsanlar bo'ladi. Ondan keyin tunugun chiqqan yana bir cho'ng xabar bir Xitoy saqchida ishlaydigan yuqori darajali amaldor bir narsa yozibdi. Onunda Xitoy hukumati shu lagerlarga ushlangan Uyg'urlarni biologiyalik tajribaga ishlatganligi. Bütün jarayonni yozibdi bu tafsili. Men uni yarim kecha soat 2larda ko'rdim, ko'rib o'zimni qo'pib darhallam shu vaqtda maqolani o'zimni to'rbeti qo'yib Twitterga chiqarib atdim. Nima ish qilsanglar, men bu xabarni anglashga uzun bo'ldi. 6 oy bir yildek bo'lib qoldi Uyg'urlarni lager usulundan sulanıp işkileye ketken Uygurlarni biologiyalik tecrübe işletkenligini
Doğruluq mən xəli yuqori bir dərəcəgədən uçurağam burun. Anda hazır bu rəsmi ingiliscə yazıb çıxıbdı. Bunu bəzi qarindaşlar Google arqılıq Uyğurca tərcümə qılıb taqıtıbdı. Mən onu kördüm to'g'ri ishini. To'g'ri, sizlarning xabaringlarda bor yaqinda Google Uyg'urcha bilan boshqa tillar o'rtasidagi tarjimalik qilish iqtidorini e'lon qildi. Bu bir bosish xarakterlik bir cho'ng xush xabar bo'ldi bizga. Hozir endi qarindoshlar mana bir xabarini, mana bir maqolani darhol Uyg'urcha tarjima qilib uni chiqarib qo'yibdi. Demak, men burun anglagan gapmi rost chiqdi degan gap. Endi bu maqolaning o'zi rasmiy olganmi deb ba'zilar mendan so'rayotdi. Uni biz hozir jazmlashtirolmaymiz. Lekin men uni o'qib baqdim. Mazmundan amaliyotga uyg'un his qildim. Masalan, ular dastlabda Uyg'urlarni islomik radikal islomchilar deb tutib lagerlarga sulab, demakchi bular bu biologiya tayyorga ishlatgan Uyg'urlar asosan dindorlar. Keyin ularni shu biologiya tajribalar uchun ishlatgan deb nurg'un mazmun bor buningda. Xitoyning maqsadida Hong Kongdagi namoyishni shu virus bilan bir taraf qilmoqchi ekan, bu chiqib qilib hozirgi dunyo miqyosiga ofat yuz berdi deb tafsil yozibdi. Buni men yarim kechada Twitterga chiqarib atdim inglizcha. Ama Uyg'urcha tarjimasini chiqibdi, ko'p ahsanlar bo'ldi. Yana ingliz medialarga 2017-2018 yili Xitoy hukumati ishga 80 mingdan ko'p Uyg'urlarni yo'tkab qul ish chiqildi degan xabar chiqdi. Buni biz men xil vaqtlarda bilan deb ko'rayotgan ahvolda hozir endi bu inglizcha mediaga chiqdi. Ondan boshqa halol organ Uyg'urlarniki organni Xitoy hukumatining setib sotib qilayotgan haqidagi xabarlarni mediaga chiqib bo'lgan. Ondan keyin 500 ming Uyg'ur bolalarining ota-onasidan ayrilib yetimlar lagerga sulanganligi haqidagi xabarlarni inglizcha medialarga chiqib bo'lgan. Demak, hozir Uyg'urlarniki Sharq Turkistonda bo'lgan Uyg'urlarning beshiga kelgan fojia shu medialar asosiyatdan chiqib bo'ldi hozir. Garchi bizdan bir yil keyin bo'lsa-mu, bular asosan chiqib bo'ldi. Endi mushu narsalardan biz nima ko'ramiz? Hozir agar Sharq Turkiston Uyg'ur desak, bizning ko'z oldimizda qanday bir manzara paydo bo'ladi. Mening kallamda paydo bo'lgan manzara Uyg'urlar taltukis vayron qilindi. Biz biladigan burungi Uyg'ur Sharq Turkiston vayron qilindi. Lekin Uyg'urlarning hammasi o'tkazmadi. Uyg'urlarning ko'pinchisi hozir mayat, lekin vayron qilindi. Men mush gapni ishlatib tunugundan boshlab Twitterga inglizcha narsa yozyapman. Xitoy hokimiyati Uyg'urdan iborat bir millatni vayron qilyapti. Endi qilib qolgan Uyg'urlikqa oid qilib qolgan narsani qo'dab qolaylik degan shuar bilan bir narsa yozyapman. Shunga bu jihatda bu ahvol hammamizning qalbimizda aniq bo'lishi kerak. Hozir unda o'ylab baqsaq, Sharq Turkistonda nima qanday bir ahvol bor degan. Men o'tganda sizlarga dedim, Urumchida 60% kishilarni lagerdan chiqarib qo'yibdi dedi. Bu odamni nakati desanglar, shu qul ishchi bo'lib zavodlar ulashtirildi. Urumchidami shu, boshqa yerlardami shu. Hozir ularning ko'p qismini ichkariga akatganligi ma'lum bo'ldi. Shunday qilib Uyg'urlar asosan ig'ir darajada hayron bo'lib ketdi bizning vatan va Uyg'ur xalqi. Ma'abda yetkazilgan uchurlarim shunchalik albatta men deganda agar qarindoshlarga sizlar topgan uchurlar bo'lib qolsa, buni o'yatib qo'ysanglar, oxirida deydigan bir gapim, bundan 10 kunlar burun men bir yan to'plash ishini boshladim. Uyg'ur Project Fondi nomidan Germaniyadagi Mehmet Ali Niyaz degan bir qarindoshimiz 10 yildak vaqt sarf qilib bir ilk kitob to'r ombiri yasab ekan. Hozir jihatdan qiyin qolibdi. 1900 da kitobni qo'yib bo'pti, yana bunda kitobni qo'ymoqchi ekan. Uning ichida besilgan kitoblar bor, uni skan qilib kirgizimiz bo'lmaydi. Shunga 5000 lira, 5000 euro pul ketadi ekan. Men $6000 pul deb buni boshladim. Albatta Uyg'ur Project Fondi nomidan buniki bizning butun muqovamatni ish qilayotgan ziyolilarning hammasiniki xabar bor ishlardan. Hozirga qadar $4000 dek yig'ilib bo'ldi 10 kun ichida. Men hozirga qadar bu ishga to'p qo'shgan qarindoshlarniki hammasiga rahmat aytaman.
Ben abiyetin sizlerge bir gapni dedim. Uygurlar veyran bolup ketdi. Endi bahanasimizni qo'llab qilishga tirishaylik deb. Bu mundaq deyilib qo'ygan gap emas. Bundan mushundaq pidoi bo'lib, millatni saqlab qolish yo'lida ish qilayotgan qarindoshlarga yordam qilish jihatda hammamiz o'rtaq kuchsak, $6,000 bakchiq pul emas chet eldagi Uyg'urlarniki sonini seçtiğin chog'da. Shunga bo'lsa, bu ishga ovoz qo'shmagan qarindoshlar bir kuch o'tgan bo'lsanglar, qolgan $2,000 yig'ib, men bu ishni to'xtatgan bo'lsam, hozir qadar pul yani qilganlar nimada Facebook orqali yani qildi, ba'zilar PayPal orqali onu yani qildi, ba'zilar Uyghur Project Fondining torbeti orqali yani qildi, ba'zilar bankidan bevosita menga aytib berganlar bor. Namsızlar xili ko'p. Bir namsız qarindoshimiz PayPal orqali menga $880 pul aytib berdi. O'shani qo'shgan vaqtida hozirgi yig'ilgan pul $4,000 dek pul yig'ildi. Hozir kuchli Uyg'ur jamoati bor rayonlarda, masalan, Avstraliyadagi 3 shahar, Gollandiya, Amerikadagi DC degandek, mushtaq Los Angeles'mi bor. Uyghur cemaati bir qator kuchli yerlarda jamoat ichidagi qarindoshlar ham iqtisodiy jihatdan ko'p qurbonliklarni berib ko'p pul xarjlayotdi o'zini yendin Uyg'ur davosi uchun ham vaqtini sarf qilyotdi, nurg'un ishlarni qilyotdi. Yana bir qism qarindoshlar bor, jamoatga yaqin kelmagan, anda ishlarda yo'q qarindoshlar bor. Lekin bir kuchlik Uyg'ur jamoati shakllanmagan rayonlar bor. Bo'lsa shu rayondagi qarindoshlar ehtimollarmi ancha biraz vicdanımla azapta atıdığandı. Ben Uygurlar için iş kıpıramadım. İş kıpıramadım da. Bana devamlı başta qarindoshlardan xat keldi. Bo'lsa men shu Uygurlar için xizmat qildigan, ish qildigan bir yaxshi fursat. Buni bir ovoz qo'shib qo'ysanglar. Yana bir qancha ishlar bor, mening planimda qilmoqchi bo'layotgan. Amisim shu vatandagilar qilolmaydigan, vatandagilar bizni qilishimizni kuchli darajada orzu qildigan ishlar. Masalan, 5 fevral G'uljin inqilobininki arxivlari, anikin turmun lagerlardagi azoblar, qiyin qistoqlar. Mushlarni kitob qilib gezib chiqib o'tish planlarimiz bor bizniki. Keyincha bu jihatda vaqt kelgancha sizlarga deyman. Ma bir projektniki jami chiqimi $6,000, €5,000, hozir $4,000 yig'ilib bo'ldi. Bo'lsa bir kuch o'tgan bo'lsanglar. Albatta men degandek Facebook orqali bersanlar bo'ldi. PayPal orqali bersanlar bo'ladi. Uyghur Project Fondining torbeti orqali bersanlar bo'ladi. Yoki ba'zilaringlar menga bevosita berman desanglar, men bank uchurimni beraman. Bevosita bersanlar bo'ladi. Buning ichida PayPal aniki yana bir tor orqali pul mandirish shirkati bor. TransferWise deydigan. Men uni videoni ostiga yozib qo'yay. Davlatlararo pul mandirgan chog'da TransferWise eng yaxshi. Nima desanglar, night tez bu. Bugun asosda atil pul tegadi. Yana birisi uniki rasmiy pul intan tuvan. Endi bu Facebookda pul saqaniki Amerika ichida mandirsa Facebook orqali 3% dek pulni tutib oldi. Chet elda pul mandirsa 7% dek tutib oldi ekan. Shunga ashta boshqa imkon bor, PayPal, TransferWise mandirsanlar yaxshiroq. Lekin bo'lmasa mayli, iloji yo'q. Endi bir qism qilishlar boshqa imkoniyati yo'q. Ashta boshqa shu Facebook orqali mandirsanlar bo'laverdi. Men pulni $6,000 qilib, men mashina tugatgan bo'lsam, Zambek aldirash bu ishlar men qilgan ishlar belki ko'p kelsa, belki yetishmay qo'yaman o'zim. Shuni aslardan umid qilaman oxirida bu ishni. Maqola bilsa, buguncha mushunday so'zlay, yaklar hafta ko'rishkichlik amal bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.